Assalomu alaykum. Qurilish mollar bozoriga tushgandim. Mana shu fursatdan foydalanib Target do'konga kirganman. Hozir qurilishda albatta dom remontga Target kerak bo'ladi. Target bir ma'lumotini berib o'tsak. Nima deysiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hamid aka, yaxshimisiz? Siz yo'qmisiz? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar yaxshimi aka? Rahmat. Aka, Targetlar o'zi narx-navosi necha puldan boshlanadi o'zi umumiy? Targetlarimiz endi Xitoy mahsuloti, eng arzon hisoblanadi. Yangi mehmonxona ochib qo'ydik. Odam boshiga 100 mingdan 150 minggacha. Lokatsiyasi ham zo'r joyda joylashgan. Sergeli moshin bozori bilan Abu Saxiy kiyim-kechak bozorining o'rtasida joylashgan do'stlar. Odam boshiga 100 mingdan qanday tushunish mumkin? Misol uchun bitta xona narxi 300 ming bo'ladigan bo'lsa, odam boshiga 100 mingdan to'g'ri keladi. Agar zavtrak bilan xohlaydigan bo'lsangiz, do'stlar, 150 ming bo'ladi odam boshiga. Nima deymiz? Kelaverasizlar, yaxshidan olaverasizlar. Charchamanglar. Asosan Novostroyga domlarga ko'proq sotiladi, ob'yem. O'sha 48 minglardan aylanadi, boshlanish. 48 mingdan. Sifatiga qarab ketaveradi. Xo'p, endi Novostroykalarga hozirgi kunda shaharlar, viloyatlar, tumanlar bor, to'g'rimi? Ko'p. Siz asosan Xitoydan birinchi qo'l o'zingiz olib kirasiz. O'zimiz olib kiramiz. Sizdan olib sotadi. Olib ham sotishadi, o'zimiz ham sotamiz. Lekin olib sotadigan narxda baribir endi qilib bermasangiz kerak. Sababi konkurensiyalar bor. Sababi endi tirikchilik qiladiganlar bor, sizdan olib sotadiganlar bor. Ular narxlar deyarli bir xil sizga yoki o'tib berasizmi o'zingiz? Bular arzonigina ko'p qo'yilmaydi. Bular ob'yemga ishlanadi asosan. Bular katta partiya sotiladi, mizir. Shu foyda dibam bo'lmaydi. Siz asosan vagonlar, furalar olib kirasiz. Endi talab bo'lgani uchun uni qo'shimcha olib kelinadi. Xo'p, 3 xonalik kvartiram bor. Deylik Toshkent shahridan. Remont qilmoqchiman. Targetga necha pul ajratsam bo'ladi? Har xil o'rtacha hisobda tuzukroqni olaman desak, shu bir 80 minglar, 78 minglar atrofidan boshlanadi. 8 talik faskali HDF bo'ladi. Ular material HDF, MDF ga bo'linadi. O'shani siz ko'rsata olasizmi? Bormi shunaqa variantlarda siz o'zi? Mana bu MDF hisoblanadi. Bularning plotnosti pastroq bo'ladi. HDF ga qattiq og'irroq bo'ladi. Odamlar endi hamma 8 talik deb o'ylaydi. Buni kanka ishirib beraveradi. Zavod puliga to'g'irlab beraveradi. MDF, HDF zichligini pasaytirsa avtomatik tan narxi arzon chiqadi. O'sha sifatliroq mahsulot olmoqchi bo'lsangiz, o'sha HDF olishingiz kerak 8 talik. Bular sizda hozir bular o'sha 80 minglik varianti, 60-50 minglik varianti bu. Bu har xil o'sha 60 ming, 50 ming, 80 ming bilan har xillari bor. 80 ming. O'zi asosan o'sha Novostroykalarga dom quruvchilar emas, o'zim uchun oladigan bo'lsam, shunda sifatligini olsangiz yaxshiroq, ko'proq yil xizmat qiladi. Ular plotностda tavsiya etadigan bering, ham shu narx ham yaxshi bo'lsin, ham yoqadigan men bilan haqiqatdan puliga arziydigan 30-40 yil xizmat qiladigan pollar. Bularning ustiga ham injenerniy doskaga o'xshaydi, to'lanishi, boshqasi. Injenerniy doska qimmat o'zi. Biz o'shani o'xshatib arzonroq variantini qilganmiz, baquvvat bular. 3 kun suvda tursa ham shinmaydi o'ziga. Shinmaydi. Xo'p, arzonini olsangiz, u sraz mana xo'l latta bor, o'shanda artganingiz o'zida ko'tariladi, choklar ochish. So'plik bo'lgan bo'lmaydi ular. Chunki qizib yotadi, quriganda bu narsa kirishadi. Zamoklar qo'yib yuboradi. Endi o'zingiz yashashligingiz uchun mana shuni tavsiya etasiz. Mashinalar endi zo'r, ancha yil xizmat domlarga sifati nomerali mashina. Necha xil varianti bor? Narx-navosi qanday bo'ladi? Bularning 12 xil ranglari bor. Ya'ni yangi ranglar urganman. Hammasi hadovoy ranglar. Ranglari ham sochimiz. Ranglarini ham har xil bittalab tanlab olib kelganman. Ya'ni ustilarini ko'rishingiz. 3D ekana? 3D sifat boshqacha. Bo'rtib chiqqan. Bundan arzonlari ham bor, ular ham zo'r. Ularniki boshqacharoq modellari. Nisbatan mana bularni bliski bor, bular ham 3D sifat. Bularni zichligida farq qiladi. Bular 850 press bo'lsa, pressovkasi bular 880. Men to'g'risi farqiga bormayapman-da, mana qarang. Yo, buni ustalar farqiga boradi faqat. Og'irligida farq qiladi. Zamokki qattiq bo'lgani sifatli hisoblanadi. Shunda bu arzon, bu qimmati. Orasida bu ham zo'r. Bundan arzon variantlar ham bor. Ularning o'zi press past bo'ladi. Kukuruzni shirib qo'yadi, shuni shirib beradi zavod. 12 bo'ladi ham. Mana bu ham zo'r ekan. Bu ham zo'r, hozir modellarimizdan biri. Endi bundan oldingi modellarimiz, bu keyin oxirgisi. Endi savol tug'iladi. Bu 50 ming, 80 minglik kimlar uchun? Endi bular o'sha hamyon bor, o'sha hammaning byudjeti har xil, endi hamma qimmatini xohlaydi, lekin mablag' tomonlama yetmagandan keyin majbur.
Bular narxlar bo'lsa kerak bir har xil assortiment topib kelib qo'yganmiz. Endi yoqqanini odamlar tanlayveradi. bular qolib mana shunaqa chiqadi yo mana bunaqa Dona teriladi bular. bu dona teriladi. 11 ga 60. bunaqa ko'rinishda bo'lmaydi. Yo'q. Mana bu ko'rinishda bular ko'rinishida ham bor bu modellarni mana bu. Terib qo'yganmiz. Bu ko'rinishda ham bor mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi siz aka bir chiroyli narxlardan aytib, chiroyli bir narxlar chiqaraylik. Necha pul qo'yasiz? Endi bu narsa baribir sifatga borib taqaladi. Biz uni to'g'irlay olmaymiz, nikak yoki. Baribir sifatli mahsulot qimmatroq turadi. Endi bu polni sifati o'sha Germaniya, Yevropalarnikidan qolishmaydi. Zambuglari ham zo'r kesilganda qattiq kesiladi. Endi press pasroqlari yumshoq kesiladi, arzonroq chiqadi. Endi qo'pol qilib aytganda, qo'pol qilib aytmaganda, misol dangalchi aytadigan so'm, misol uchun 200-300 ming dollarlik uchastkalar uchun. Asosan o'shalar mana shunaqa olishadi. 200-300 ming dollarlik uchastkalar. Mo'yli xo'p, men Novostroykam bor, domim bor. Korobka holati. Hop kvartira qo'yib biznes qilmoqchi. Ularga mana bunaqa variant. Ularga mana shu variant, to'g'rimi? Mana shu 80 ming varianti. Sifati yaxshiroq. Endi bular ham nisbatan bir kungacha suvda turadi. Mana ko'p keladigina toshib ketdi, boshqa narsa. Suv toshib ketganda ko'tarib lekin poliz o'zgarmadi deydi. Endi men to'g'ri tavsiya beraman, mashina olsang yaxshi deyman. Aytganimni olsa ancha yil xizmat qiladi. Yo'q, menga farqi yo'q desa, arzonni oladi ular. Ko'pga bormaydi baribir. Ko'pga bormaydi. Mana shu 80 ming variant tepadagilarmi yo bular har kun narxlari? 80 ming masala, bularni yana ranglarini sekin taxlayotdim, ajratib sifatiga qarab. Xo'p. Shunda o'rtacha 80 mingdan to necha pulgacha? 80 mingdan 200 minggacha ketaveradi. 200 minggacha. Mana bular endi 200 minglik bo'lsa kerak, eng pul bo'lsa kerak. Mana bular. Mana 200 minglik puli, navrot. Bunisi 165 mingga chiqadi. 165 ming atrofi. Qalinligi bir xil. 120 ming atrofiga ham bormi, yo'qmi? 120 ming ham shunaqa qalinlikda bo'ladi, sifati pastroq bo'ladi, okey. Sifati pastroq. Baribir uni mana bu zamuglarda farqi bo'ladi. Ustiga pakrityalarida. Materialida farq qiladi. Materialda farq bo'ladi. Bu yoqdagi variantlar mana shu yevro varianti, to'g'rimi? Bularni mana bularniki oxirgi chiqqan modellar. Mana ko'rishingiz mumkin, yevro variantlar, do'stlar, mana oqidan bor, har xil ranglardan bor. Hozir yana yangi modelni ustida ishlayapmiz, buni mana bular, okey. Bular endi keladi. Bular tabiiy bo'ladi usti. Bular shipon bo'ladi usti. Tabiiy taxtadan parrek kesilib, arzonroq variant o'ylab topganmiz. Ko'rishingiz bular ham zo'r talab bo'lyapti. Hozir yana zakas qildi, endi keladi bular. Bular usti tabiiy daraxtdan parrek kesilib yopishtiriladi. Tabiiy buni usti. Sizda asosiy klientlar kimlar endi? Hamid aka? Bizda dom quruvchilar bor, asosan, keyin prorablar, ustalar ko'p. Endi bizning mahsulot ishlatgan odam biladi sifatini. Bizning mahsulot tergan ustalar ham o'zi aytadi sifatini, kачествосini, shu bittada biladi ustalar. Biz asosan mana yangi qurilayotgan uchastkalardan ko'proq zakas. Asosan siz bilan prorablar ishlaydi. Prorablar asosan. Agar misol uchun deylik, men shu bitta kvartira oladigan bo'lsam, kelib turib sizga xarid qilsam bo'ladimi? Deyman, okey. Bitta kvartiraga necha kvadratga qarab? Endi har xilda xonasiga qarab kvadrat. Minimum 50 kvadratli xonalar bor, to'g'rimi? Minimum 50. Endi men bu hozir sentrda qurilgan kichkina uchastkalar kam 30. Endi bir xil holini kafil qilyapti xonalarni, o'sha laminat tarkib qilishyapti. Ular kamroq ketadi. Xullas, o'zi tavsiya beradiganlar, xullas o'sha 50 mingdan boshlab 80 ming, 50 mingni olib kirmagan bo'lsangiz kerak menimcha, arzonchi variantlarni. Bor, bular hamdaqa yupqa bo'ladi. Yoki buni qo'l bilan ham sezasiz, buni sifatini, okey. Buni qiling. Bularning ranglari bor, har xil. Yupqaligini qarang. Misol, buni manbalari baquvvatroq, unga nisbatan mana qattiqroq. Qattiqroq ekan bunisi ham. Ustida nimasida ham farq qiladi, gullarda. Gulda haqiqatdan. Mana bu esa oddiy variant bo'lib qolar ekan. Bular bari unaqa to'lamiz, ko'rasizmi? Bilisiz emas ekan bu. Ko'rasizmi? Bular bari hamma narsasini o'ynatadi-da. Bu 50 minglik variant. Bu ham 50 minglik. Endi bizda obunachi emas, misol uchun deylik 50 minglik variantni ko'p qolishi mumkin buradan. Sotasizmi o'zi 50 minglik variantlardan? Sotamiz. Faqat skladdan olib ketishadi. Ob'yom bor hammasidan. Hammasidan bor. Mana bo'lsa ko'rishlari mumkin. Variant juda ham ko'p. Olish sharti bu qanday? Faqat naqd. Перечисление. Naqd перечисление. Nima farqi yo'q bizga. Do'stlar, nima deymiz? Hamid akamlar o'zlari anchadan beri mana shu sohada ishlaydilar. Xudo xolasa bemalol. Zakaz bersalar ham bo'ladi, ishonarli. Hozir ko'zimiz oldimizda ham akalar kelib olib ketish, to'g'rimi? Shu do'stlar, like bosib kelaverasizlar. Manzilni bir tushuntirib o'taylik aka.
Manzilimiz Bekto'pi bozori 20-chi do'kon. Kelaverasizlar. Richwood brend, Rimi brend bizda o'zimiz shu olib kelamiz, sifatli polni. Kimga sifatli polni kerak kelaverishadi. Kassasiga, misol narxiga garantiya beramiz hammasi. Shu do'stlar, bitta like bosib do'stlarga ulashib qo'yinglar. Novostroyka qiladiganlarga barchamizga yangi uylar nasib qilsin. Mana sizdek bir biz ham uy olib, jihozlar va hammaga nasib qilsin. hammaga nasib etsin deb qolamiz. Uygan bo'lsangiz tabriklab qolamiz. Keling, Hamitaga chiroyli narxlar qilib beradi. Xudo xohlasa yaxshi kunda ko'rishamiz. Charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat, Hamit aka, charchamang.